Assalomu alaykum hurmatli xonadon mebel obunachilari. Bugun bizda Nazarbek tomonidan yangi bitgan obyektimizni taqdim etamiz. Endi oshxonamiz haqida qisqacha ma'lumot. Oshxonamiz P-obrazli shaklda qilingan, 3,5 metr, 2 metr va 1 metrdan iborat. Общий esa 6,5 metr va do потолка qilingan. Oshxonamizning bitta burchagidan keladigan bo'lsak, biz bu yerga bitta skrytli boiler o'rnatib berganmiz. Hamma shkaflar idealniy plavniy ochilib yopiladi. Bu tomonimizda esa bizda bu yerda pinalimiz ham bor. Pinalimiz tak bitta mikrovolovka и keyin bitta pechkamiz ham bor. Gaz plita tomonga keladigan bo'lsak, biz bu yerga 90 talik bitta gaz plita o'rnatilgan, 5 talik. Tepamizda vitishka va eng qizig'i esa eng chiroyli tomoni vitishkamiz ikki tomonida ikkita profilli oynali shkaflar ham bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi va bu tomoni. Gaz plitani tagida bizda 3 ta tandem shkaf va 2 ta kargoyimiz ham bor. Moykamizga keladigan bo'lsak, biz bu yerga 60 talik yangi современный moykani o'rnatib berganmiz va eng qiziq joyi esa bizda 40 sm teparoq joyda bitta skrytli rozetka ham bor. Hamma narsa akkuratniy qilingan, suv tegmaydigan joyda. Agar sizga shunga o'xshagan oshxona mebeli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xonadon mebeliga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xonadon mebel aynan siz uchun orzungizga oshxona mebelini yasab beradi.